Kosonsoy namuna yo'lida yana bir ovqatlanish markazi o'z faoliyatini boshladi. Ofarin nomi ostida faoliyat boshlagan ushbu choyxonada tushlik va kechki ovqatga osh, sho'rva, lag'mon, qotirma, qozon kabob, bifshteks, manti va shu kabi boshqa turdagi milliy taomlar bilan birgalikda kabobxo'rlarning sevimli joylaridan biriga aylangan Baraka shashlik markazining navbatdagi filiali aynan mana shu yerda ochildi. 12 xil turdagi shashliklar bu yerda bor. Bemalol kelib tanovul qilishingiz mumkin. Ofarinda hozirgi paytda bitta katta zal, 3 ta xona, tashqarida stol stullari va pastda 5 tapchanlari bor. Choyxonaning navbatdagi qulayliklaridan biri mana bunday joylarida ko'rib turganingizdek tapchanlar, pastidan suvlar oqib turadi. Bundan tashqari shambilliklar, gap va o'tirishlar uchun 30 kishigacha bemalol sig'dira oladigan xonalari ham bor. Bu xonalarga hech qanday qo'shimcha to'lovlar olinmaydi. Bemalol kelib, mazza qilib do'stlar bilan, oila a'zolaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan o'tirishingiz mumkin. Buyurtma asosida ham osh, dimlama, qotirma kabi taomlarni buyurib, do'stlar bilan kelib bemalol o'tirib tanovul qilsa ham bo'ladi. Bu yerning manzili Kosonsoy tumani Yalama mahallasi, Lada ko'chadan chiqishingizda o'ng qo'lda. Murojaat uchun telefon raqamlarini bu yerda yozib qoldiramiz.